O'zingiz ekkansiz? Ha, o'zim ekkaman. Nechinchi yillarda ekilgan? 2019 yil ekilgan. Bu yerga suv kelish juda muammoroqda. Nima asosan endi ekilgan bu yerda? Shu 5 gektar bog'imizda 800 tup bodom bor. 100 tup qoral. 100 tup behi bor. Olmaga payvand qilingan behi. Ha. 200 tup o'rik bor. Kimyoviy o'g'it zahar berilmagan bu. Yo'q, o'g'it berilmagan. Muammo bo'lmayaptimi? Yo'q, bu yerda muammo Hasharot, yo'q. qurt. Hasharot yo'q hozircha. Yaxshi edi, yangi bog' bo'lgani uchun. Hasharot ko'p aylangan yo'q. O'zing shu immunitetni buzmay, zahar bermay tursangiz, o'zini o'zi yeplab ketadi. Ha. Yaxshi bo'lsa. Bu yil nasib bo'lsa, nasibamizda bo'lsa, olamizda. Ishdan oldinroq xabar Behilar qilsangiz lekin zo'r bo'ldi o'tgan ham. Bu yilim hosil yaxshi yomon emas. tabiiy toza behilar bor ekan. Eng yaxshi tomoni atrofida dori sepiladigan atrofida ham yo'q ekanda bu yerda. Yo'q, boshqa narsa yo'q. Bu bir Adirlikning o'rtasida ekan. Ha, adirlikda, lekin shunga men juda qiyinchilik bilan suv olib kelganman. Bu tepalikka bir baloq suv olib chiqdi. Atrofingizda o'zi umuman hech narsa yo'q ekan. Yo'q, boshqa hech narsa yo'q bu yerda. O'sha aytib Necha kilometrlar bor eng yaqin ekin? eng yaqin boyagi ximikat beradigan ekinlar bor 1 kilometr ko'proq va ozroq. Aynan organik talabga juda to'g'ri keladigan ekanda. Transport yo'lidan uzoq. Transport yo'ldan uzoq. Boshqa bir xalaqit beradigan narsa yo'q bu yerda. Zo'r ekan. Buni organik sertifikat olsa ham bo'ladigan ekanda. Behilar. O'g'limiz bu bog' haqida avvalo ma'lumot bergan edik. Bu organik talabga joylashish bo'yicha juda qulay joy. Shu 4 tomoni adirlik, cho'l. Cho'lning o'rtasida bog' barpo qilingan. Behi nechta tup? Behi ham 100 tup. Behi ko'p. Olmaga payvand qilingan zo'rda bu yumshoqqina bular. Ilgarigi boyagi boboki behidek qattiq bo'lmaydi. Yeyishli bo'lar ekanda. Ha, yeyishga juda yaxshi.